Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Prezidentimiz qarori asosida bank mijozlari tadbirkorlar o'rtasida navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Kimda qanaqa savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Faqat navbatida. Assalomu alaykum. Men Tog'ayeva Dilara. Qarshi tuman Istiqlol mahallasida istiqomat qilamiz. Tadbirkorlik nima faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz? Chorvachilik bilan shug'ullanamiz. Chorvachilik bilan shug'ullanib ko'rgansiz? Ha, Ma'lum bir unga egasiz tushunchaga. ha, shunday. Qancha so'mga kredit kerak bo'ladi sizga? 30 million. Sizga tushuntirib 23% dan kredit beramiz. Mahalla loyihasi bo'yicha kafillik ta'lim qilib berasiz. Shunga asosan 3 bank tushkunni chiqarib beramiz. Navbatdagi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Men Toshqulov Faxriddin, Qarshi tuman Istiqlol mahallasi. Toshkent istiqbolda yashaysan. Tadbirkorlik qaysi yo'nalish bo'yicha shug'ullanasiz? Chorvachilik. Xonadoningizda chorvalar boqish uchun shart-sharoitlar yetarlimi? Tushunchaga egasiz. Qancha so'mda chorvachilik uchun kredit berasiz? 30 million. O'zini nomizga olyapsan, 25% ga to'g'ri keladi. Chunki prezidentimiz qarorlari asosida xotin-qizlarga har bir yo'nalish bo'yicha kreditni 2% dan tushirtirib berishga aniqlangan qarorlar chiqarildi. Yigitga aytayman demoqchiman, nima uchun meniki 25%, ayol kishiniki 23% bo'ldi degan gap so'z bo'ladi-da, shuni oldindan aytib qo'yaman. Kafillik ta'lim qilgansiz-a? 3 bank tushkunni ko'rib hal qilib beramiz. Navbatdagi. Assalomu alaykum. Qarshi tuman Qo'chim qishlog'i. Tadbirkorlik qaysi faoliyat bilan shug'ullanmoqchisiz? Chorva. Chorva mayda shoxlimi, yirik shoxlimi? Mayda. Ism, familiya? Oilamdan faoliyatimni to'xtay yozarim. Zarina. Qancha so'mga kredit kerak bo'ladi? 50 ming. Necha bor chorva olamoqchisiz? 25. 25 ta. Kafillik ta'lim qilgansiz, ha? Ha. 3 bank tushkunni ko'rib aytamiz. Navbatdagi. Ha, bartaraf e'tiboringiz uchun katta rahmat. Hamma ijobiy hal qilib beramiz kredit masalalarimizda. Birgalikda ishlaymiz kelajakda.